Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa Ariston haqida gaplashamiz. Xalq tili bilan aytganda Ariston o'zi vodan agregatel, to'qda suv qizdirib beradigan narsa, o'zimiz xorazmcha til bilan aytganda. Bular Termexten brendidan kelib turganlar, rossiyskiy bo'ladi. Bu to'qinda nelar ham bor, uzisi deydi. Ko'p ustalar skachok, antiskachok, ne zamikanya bo'lsa uyda shuni atkul ishlatadi. Rossiyskiy bo'lar. 30 litrliki, 50liki, 80liki, keyin 30lik slimi bor bunda yuqoridan. Slim deb aytiladi, 50lik slim. Adashdim, 50lik slim. Rossiyaniki mahsulot 3 yil garantiyasi bor, servislari bor, 3 yil garantiyasi bilan berib turibmiz. Yaxshi qilib turibdi, ustolar xohlab olib turibdi. Bundan keyingilarimiz Royallar o'zimizda O'zbekistonda chiqib turibdi. Bular Royal bilasizlar, mashhur 2014-yildan menimcha chiqib boshladi Royal. 2014dan beri havo. 2014dan beri sotamiz. Jalbani yo'q, 3 yil garantiyasi bor. Zo'r narsa. Buna mening 50liki, 80liki, 100liki, 50lik slimi bor. Gorizontallari bor bunda, Shivaki brendlari bor. Royal zavoddan chiqarish hammasi zo'r narsa, 3 yil garantiya bilan berib turibmiz. Shivaki brendlari, Shivakilarni bir ko'rsatib yaxshilab. 50liki, 80liki, imunda gorizontali bor. Shivakilari sensorli bo'ladi bular. Ina gras ko'rsatib turadilar, sensorli bo'ladi. Sifatlari, tenglari Shivakinki yaxshi, Royal qaraganda nisbatan. Nechun desa, Shivaki eksport varianti. O'zbekistonda chet el eksport etadigan varianti Shivaki. Shuning uchun Shivakilar sal Royal qaraganda sal bahasi qimmatroq, sifat ham yaxshi. Nelari graslari sensorli ko'rsatadi, ham eksport varianti bo'lgandan so'ng tenglar ham yaxshisi qo'yilgan. Sifati zo'r. Royallarimizning ikki to'ldan knopkasi bo'ladi. Birlisi bo'ladi, ikkilisi premium deb aytiladi, birlisi klassik deb aytiladi. Bu birlisi kuri gras tuzadi. Bu o'rtasida gras tuzadani, kuri ikkilisi birsi gras tuzadani bo'ladi, yana birsi o'chirib yoqadani bo'ladi. Aristonni tenni to'qdan ajratib qo'shadigan narsasi. To'qdan olib yurmaysizlar, mabodo 3-4 kilo bir yerga yetajib bo'lsangiz, shuni o'chirib qo'yasizlar. Ya bo'lsa ko'p odam masalan geshni o'chirib qo'yib yotadi, Aristonni to'qdan olib qo'yib yotadi. Shu odamlar to'qdan olib qo'yib o'tirmaydi, shuni o'chirib qo'yib yotaveradi. Bezopasi bo'lishi uchun, narsa uchun. So'ng Ariston firmani o'ziniki bo'ynang. Ariston firmaki eng boshlarda 2015-16larda italyanskiy kelib turadi. 2010dan beri 15-16gacha italyanskiy keldi. Keyin 15-16dan keyin rossiyskiy brendlarga kelib boshladi buni. Rossiyskiy kelib turadi. Shu vaqtgacha endi bu yildan boshlab Xitoy kelib boshladi. Bu Xitoy bo'lsa ham sifati zo'r. Avvalgi rossiyskiy Aristonlardan qolishmaydi. Endi italyanskiy bo'larmidan, lekin avvalgi rossiyskiylardan qolishmaydi. Avvalgi rossiyskiylar bilan bir xil. Sifati narsa zo'r narsa. Ariston brendining o'zi. Shu Aristonlarimiz degan, shu brendlari zo'r, o'zi xalqda, o'zi ko'p odamlar, ko'p ustalar olib turgan brendlari shularni, ko'p odamlar, ko'p ustalar xohlab olib turganlari shular. Keyinda 10 litrliklarimiz ham bor. 10 litrliki Green Hat'dan Xitoyning narsasi. Bu ham yaxshi narsa. Poslomokalar uchun masalan, kuxni baniga uzoqroq bo'lsa, 10 metr, 15 metr suvni do'kib o'tiribman deydilar. Poslomoka uchun atdeniy bir shu to'michgacha joylashadi, qo'yib beriladi. Xohlasangizlar uy ko'chadan girgan yerdagi ummonlik uchun ham qo'yib bersangizlar ham bo'ladi. Masalan, bani to'rda bo'ladi, ko'p odamda baribir 10-15 metr suv akib o'tiribman deydilar. Shu yerga ko'chadan girgan yeri tamburdagi ummonlik ham qo'yib bersa ham bo'ladi. Hech qilib bir ummonlikka polni yetaradi 10 litrlik. Ishingni hamma razmerlarimizdan bor. Xudo xolasa kelaverasizlar, kelishib eng arzon baholarda, eng optim bahoda beraveramiz. Endi baholarni aytib o'tadigan bo'lsak, Aristonlarimizni Termex'dan boshlayveramiz. Yani boshlanib Termex'dan boshladik. Bahosini ham Termex'dan 50likimiz eng 1.400.000 so'm. Qaytib beramiz 50.000, 60.000 qaytiladi. 80likimiz 1.500.000 so'm. Bu ham shu 50.000, 60.000 qaytiladi. Shu $5 qaytib beramiz. 30likimiz 1.320.000 so'm Termex'niki. Bu ham shu 50-60 qaytiladi hammasi. 50lik slimimiz ham shu 1.420 va shuni qaytiladi. Royallarimiz eng 80lik klassik royalimiz 1.420.000 so'm. Bular ham shu 50-60-70gacha qaytamiz. 50lik premium variantimiz 1.450. Buni ham qaytib beramiz. Shu 50-60 hammasi qaytiladi. 50lik klassik royalimiz bor 1.300.000 so'm. Buni ham qaytib beramiz. Shu 50.000-60.000 qaytamiz bundan. 80lik premium variantimiz bor. 2 premium, 2 klassik birli. 1.480.000 so'm. Buni ham qaytib beramiz. Shu 50-60.000 so'm. Royal Slim, 50lik Slim premium bo'ladi. 1.450.000 so'm, bu ham qaytib beramiz. Shu 50-60.000 so'm qaytiladi hammasidan. Shivaki brendlarimizda 1.800.000 so'm, 80liki.
Shu vakilada 100 ming so'mgacha qaytib beramiz sizlarga. 100 ming so'mgacha 80likimiz 1.650 ming so'm. Mana shu 100 ming so'mgacha qaytib beramiz. 50lik shuvakimiz 1.650 ming so'm. 100 ming so'mgacha qaytib beramiz buni. Bunda gorizontallarimiz bor ekan. Shuvaki variantimiz 80ligi 1.900 ming so'm. Mana 100 ming so'mgacha qaytib beramiz. Aytdim-ku, shuvakilarning hammasi 100 minggacha qaytib beramiz. Royal gorizontalimiz bor 1.650 ming so'm. Royallarda shu 50 ming 60 ming qaytib beramiz hammasida. Royal 30likimiz bor 1.250. Bundan shu 50 ming 60 ming qaytib beramiz. Ariston firmalarimiz yine. Ariston firmamiz 80ligi 1.900 ming so'm. Mana shu 100 minggacha qaytib beramiz Aristonlardan shuvakilarning. 50likimiz 1.700 ming so'm. Mana shu 100 minggacha qaytib beramiz. Royal 100likimiz bor yine. 1.600 ming so'm. 100likidan barcha 100 minggacha qaytib beramiz bundan ham. Ha. Bunda 10 litrlikimiz bor Xitoyniki Green Hayatda yani. Bundan 50 ming 60 ming qaytib beramiz. 1.50 ming so'm, 50 ming 60 ming qaytib beramiz. Kelaversa, xudo xolasa, Aristonga qo'shib, boshqa o'rlamasazlar, bonuslarni aytib beraveramiz. Podarkalarimizdan boyanni qo'shib beradan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa adresimizni tushuntirib o'tgan bo'lsam, yan tarafimiz Ko'na Moshin bozor, Zobchas bozor tarafdan kelaverish tarafda bo'ladi. Yan tarafimiz esa Raycenter bozor bo'ladi. Bunda Turan transformator bor, hamma biladi xudo xolasa. Bunday dizayn ekan. Xorazm viloyat Urganch tuman shu joylashgan xudo xolasa. Kelaverasiz. Ushbu video 19-noyabr 2025-yilda suratga olindi. Ko'rishingiz mumkin, shu vaqtdagi baholari shunday arzonlarimizni bundan 1 oydan keyin ya 2-3 oydan keyin narxlari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun narxlarni vaqtini e'tibor berasiz. Ushbu video shu vaqtda olinib turibdi. Shu vaqtdagi baholari shunday. Hammangizni kutib qolamiz.